Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi katolimizni Namangan 3 ga berib yuboryapmiz. 200 kvadratga mo'ljallangan katolimiz o'tinda, ko'mirda yonadi. Bunga qo'shib beradigan bizning kamperliklarimiz original motorchilari bilan, termostatlari bilan kurachalari ham bor, bemalol oson tozalanadi. Udobniy, hamma yoqqa. Va nihoyat yetkazib berdik Namanganga, dastlabki qilib berdik. 200 kvadratga mo'ljallangan katolimizni. Bu katolimizni afzalligi aka so'rayotganlar. Tozalash qanday bo'ladi? Tozalash yerdan kurachamizda kurachalari bor o'zini. Osongina tozalanadi, mana assobiy. Mana shu yerdan tushib ketadi mana. Lider kotyolni zakaz qildik. Akamiz qo'ydilar, havas qildik. Uylari issiq turdi qishi bilan. Biz ham xudo xolasa bu yil qishda maza qilamiz. bo'lamiz. Maza qilib qishlab chiqamiz xudo xolasa. Lider kotyol olaylik. Kimga shunaqa katollar zarur bo'lsa, ekranga raqam qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ma'lumotlarni yetkazib beraveramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Like-ta ham bosib qo'yasizlar akamiz uchun.